Bemalol so'raverasizlar. Bu bozor, Andijon mebel bozoriga kelsanglar. Razmeri 4.10 ga 2.10. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Videoni ko'rishdan oldin sizlarga bitta like bosib, hop videoni ko'rish davomida yo'qsa 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar. Bitgan ishimiz asosiysi ramasi sasnadan bo'lgan ekan. Hop, xoni 85 275 ekan. Xoni bilan degan kelarimizga xoni bilan 5 xon desanglar 5 xon yetkazib berishadi. 4 ta tumbasi bor. Materialda o'zini 10 xil varianti bor ekan ranglarida. Hop, 160 xil rangdagi materiallar, har xil uslubdagi, har xil kompaniyalarda hop materiallari bor. Sizlar aytsanglar, shunga qarab tayyorlab ham beraveradi zakazga. Vodiy bo'ylab xizmatimiz bor akalar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, ishlarni puxta qilib yetkazib beradi. Ishning asosiysi akalar sifatiga e'tibor beriladi. Ular ham yog'ochdan bo'lgan, normalniy jirvillar, mana ranglarini berib, matviy laklarini berilgan. Juda ham qimmat, o'ta boy fason hisoblanadi bular. Hop, bolishlarini ko'paytirib beringlar desalar, bolishlarini ko'paytirib berishadi. Obuna bo'lishni unutmaysizlar, akalar. Shunaqa ko'proq video chiqib tursin desanglar, chiqarib turamiz. Kommentariyada yozib ketasizlar. Asosiysi kommentariyada chiroyli fikrni bildirsanglar bo'ldi. Mana ustamiz o'zini mehnatini juda ideal holatda bitkazgan. Hop. Ko'pchilikka yoqadigani ichi sasna bo'lishi. Ramalari ham sasna. Kelib ko'rib, agar zakaz bersanglar, qilayotgan holatda ham videolarni tashlang desalar, tashlab beraveradi. Bu holatdagi rasmlarni Telegram orqali tashlab bering desalar, tashlab beradi. Bitta bu fason emas. Sizlarda qanaqangi fasonlar kerak bo'lsa, o'sha holatda tayyorlab beradi. Sizlardan faqat like, podeshka, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yaqinlarga jo'natib beramiz. Sizlar buni narxini aytmoqmiz. Narxi 7 million so'm kami bor. Ich sasna bo'lgani uchun 7 million kami bor deyilyapti. Oddiy yog'ochdan bo'lsa, sal kamini ham qilib berishadi, ya-da ham. Bemalol so'raverasizlar. Bu bozor, Andijon mebel bozoriga kelsanglar, go'zal holatda qilib berishadi. Like bosishni unutmaysizlar.